Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Mana yana bizning murojaat qilishimiz. Men shu shahar sudidan norozi bo'lib murojaat qilyapmiz. Murojaatimiz Shavkat Mirziyoyevga hamda Oliy sud raisi Islomov Baxtiyorga. Biz anchadan beri murojaat qilyapmiz. Mana Karimov G'ayrat akamni aybi bo'lmasa ham, bironta aybini topolmasa ham, mana hali ham qamoqda ushlab o'tiribdi. Men ba'zi shahar sudida aylanib shahar sudida bo'lyapti faqat. Bundan unga o'tiradi, bundan bunga o'tiradi. Hozir shahar sudida bo'lyapti, hozir shahar sudi ko'ryapti. Bu sudyamiz hozirgi ko'rayotgan sudyamiz Hamidjon degan umuman diyalarni ochib ham ko'rmaydi. Kulib o'tiribdi. Yonida ikkita sudyasi ham bor, raisi. Bu ham ikkalasi ham bir xil, uchalasi bir-biriga qarab faqat kulib o'tiribdi. O jabrlanuvchini, jinoyatchini chaqir, o'zlari kesin desa bizga kerakmidi, biz diyaladagini o'qimiz deydi. Oldingi Yashnobod sudi, men bu shahar sudi o'zi umuman diyalarni ochib ham ko'rmagan ular. Umuman ochib ko'rmagan. Prezidentimiz sizdan iltimos, men bu sudyangiz bizni ishimizni ko'rmasin, qoldirsin. Umuman kerak emas, diyalar yopiq qolaversin. Buni ko'rdini, ko'rmadini, baribir shu jinoyatni yopib o'tiribdi. Aybi bo'lsa, men bu televideniyega chiqarsinda, mana aybi bor, Karimov G'ayratni falan $1000 pul o'g'irlagan, ya falan odamni o'ldirgan desin, biz kelmaymiz izidan. Izlab ham kelmaymiz, yoniga ham bormaymiz. Sizdan baraka topqaysiz, prezidentimiz. Sizni o'zingiz bir qo'l ostingizda xodimlarni nima tekshirib, xizmat tekshirib o'tkazib berishingizni so'raymiz. Bunga asosiy sabab Nig'matilla Yo'ldoshev boshchiligida bu hammasiga aybdor Nig'matilla Yo'ldoshev mana sudlarni ham o'zi sotib olgan, sudlagan bosim beryapti. Nima bo'lsa ham, nohaqdan bo'lsa ham qamisan deyapti. Bu yerda eng nimasi Nig'matilla Yo'ldoshev tanishi jinoyat sodir etgan, buni qirshovat qilib turgan Nig'matilla Yo'ldoshev esa endi shahar sudidan ham sotib olyapti. Qarangki, bu jinoyat qilmagan odam, jabrlanuvchi odamni qamab o'tiribdi, lekin haqiqiy jinoyatchi ko'chada yuribdi. Pulni so'rab borgani uchun eng birinchi muammo $352,000 prokuratura borib so'rab borgani uchun mana Nig'matilla Yo'ldoshev boshchiligida har xil tuhmat bilan, birinchisida sog' odamni jinnixona tiqib ko'rdi, keyin qolaversa yana tuhmat bilan endi nima deydi, Qozog'istonga o'tib deydi, Afg'oniston fuqarolarini deydi, qo'rqitib deydi, pullarni bir to'da bo'lib, guruh bo'lib deydi, to'sqinlik qilgan deydi. Qolaversa bir guruh deyapti. Bir guruh bo'lsa nimaga uni 1 yildan beri bitta o'zini ushlab o'tiribdi? Bunga hech qanaqa isbotsiz nimasini o'z mansabini suiiste'mol qilib, hammasiga aybdor Nig'matilla Yo'ldoshev boshchiligida bo'layotgan ish bu. Bo'lmasa bular tergovchi Ilhom Tursunov degan ham o'zi nohaqdan hukm chiqara olmaydi. Bu Nig'matilla Yo'ldoshev o'zim qirshovat qilaman, bas degan ma'noda hammasi shuni o'yinlarga o'ynab turibdi. Chunki buni asl jinoyatchi Nig'matilla Yo'ldoshev tanishi bo'ladi. Sobir Sa'dullayevich hamda Komil Sa'dullayevich. Bularga jinoyat ishi ochilgan. Bir oilaning 3 ta a'zosiga, lekin uni qamamasdan jabrlanuvchini qamab o'tiribdi. Qani haqiqat, qani adolat? Shavkat Miromonovich, o'zingiz bir bularni tekshirib, haqiqiy jinoyatchi kim ekanligiga o'zingiz isbotlab, bularni aniq bir chora ko'rishingizni so'raymiz. Bizning o'ylashimizcha sudyalarga bosim bo'lib turibdi, prokuratura tomonidan, bosh prokuratura tomonidan, chunki sudyalar ham ularning aytganini bajarib, hech qanaqa aybi bo'lmasa ham tergov jarayonida, sud tergov jarayonida aybdorligi isbotlanmasa ham bunga 10 yil va 1 oy qamoq jazosi berishdi sudyalarimiz. Biz bundan norozimiz. Sudyalar adolatli, sudyalar mustaqil deydi, lekin hech qanaqasiga sudyalar mustaqil emas. Ular o'sha tepa bizani gumonimizcha bosh prokuraturani buyrug'ini bajarib kelmoqda. Sud tergov jarayonida tergov harakatlari 7 oy davom etgan bo'lsa, o'sha vaqt oralig'ida bir marotaba ham o'sha jabrlangan deb topilgan odam kelmagan, pulni boshqa birov olishiga qaramasdan, oldi berdi qilganiga qaramasdan, lekin o'sha yetkazilgan zarar ham Karimov G'ayratni bo'yniga ilinmoqda. U vaholanki pul oldi berdi jarayonida bo'lmagan. Buni o'sha afg'on fuqarosi ham sud jarayonida, tergov jarayonida hammasini ochiq oydin etishiga qaramasdan o'sha pullar Karimov G'ayratni bo'yniga ilinyapti. Va eski Jo'va dehqon bozoriga, Farhod dehqon bozoriga yetkazilgan zarar ham Karimov G'ayratni bo'yniga ilyapti. Vaholanki u davr mobaynida umuman bozorga chiqib savdo qilmagan.
Buni o'sha chaqirtirilgan bozor ko'mlar ham ochiq oydin sudda ham tergovda ham aytishgan. Eng achinarlisi ular aytishyaptiki biz ariza bermadik. Bolam, meni o'g'limni 2 yil yaqin bo'ldi oilasida bola chaqasidan ayirib nafaqdan qamoq qo'ydilar. Etgan gunohi bo'lmasa, birovni uyine girmese, birovni malını uğurlamasa, ya birovni sökmese, ya birovni urmasa, ne eybi barını açsın bu sudyalarınız, sudlarınız. Hemmesi oturan oğru eken bulanı. Hiç kaçan doğru işi işlemeyden eken bula, adamın cebirlerini uçulanı köşede koyup, yanede koyup, eyip etkenlerini ver koyup, eyipsizlerini kamak koyup denmesi. Etip oturan 10 dillik işi yok eken bulanı. Ben 80 yaşıma girip yığılıp indi şöyle geldim. Varları 2 yıldan beri başına karolsuz oturttu. Daha halktan kamak koyuptu. Üzerine varları bir ay atası varmayan kazan ne akıl bular eken. Kudadan korkmayayım eken bula. Kudayam zeymiydi buları. Kudadan tapkay kudayım kim yaman bulsa. Kim ne halktan yatıp oturan bulsa. Hürmetli prezident bu neyini bir kolastığınızı alıp bunu bir İşine de yollara samasanız bu adamla umumen başka çabuk geçer. Umumen kara mıydı? Karanın umumen nesini almıydı bula. Fakat yüzünü oyluydu. Eybi bu sayt. Eybi bu sayt var. Eybi bu sayt televizyona çıkıp açsın yamağa açsın balanın işi işine etken ya biranın kızının yanına vardı ya biranın uyuna girdi. Ya biranın malını uğurladı açsın ahır bula eybi bu sayt. Kuruna haktan tümetini basıp koyuptu. Bağları açsın ahır 2 yıldan beri oturttu küçüğe karı. Şu dereceli adam işanı koygan, halkın işanı koygan adamların işi şu mu? Halkın şuna karıyma şunu ettik. Halkın olacak adam kamagan baktı özü. Sud jarayonida qatnashib o'tiribmiz. Sud jarayonida sudyalar bir-birine qarab, gulib o'tiradilar. Sud jarayoni shunday bo'lar ekan O'zbekistonda. Umuman hech kim prezident etmaydi. Her kim xalasa bana qarab kuladi, her kim xalasa bana qarab kuladi. Sud deb o'tsin. Eybi bo'lsa aytsin, hamma tinch o'tirsin uyinda, bizlar ham tinch o'tirik. Eybi bo'lsa aytsin, chiqarsa ekrana yorilsin mindatib. Eybi bayina der. 2 yıldan beri izindemiz buni. Ne buları var, ne bulması var. Gayretken noto'g'ri hukm chiqardingiz. Videolarni qachib chiqmasa, nimaga noto'g'ri hukm chiqardingiz? Nima siz prezident dushmanimisiz? Nimaga siz noto'g'ri hukm berasiz? Bir günü şahs diyeceksiniz, bir günü şerikler kanalda şerikler. Şerikler kanalda şerikler. Aşkı kullanan korsanız, bizlerke sadık tutarız. Xo'p, raq oliy sudga borasiz. Men qani bir guruh qani? Siz vijdoningiz bo'lsa, guruh mana yosh 82 donasi keltirib oldi orqasidan. Siz nega noto'g'ri hukm chiqardingiz? Shikoyat qilmaysizmi siz? Xudodan qo'rqsangiz, prezidentga sodiq bo'lsangiz, nimaga bu odam onaxon bilan siz bilan gaplashmoqchi? Sana hech yomonlik yo'q bolam. Nimaga? Onaxon shikoyat berasizlar. Nimaga siz noto'g'ri hukm berasiz? Siz nima qildingiz uch ay ko'rmaysiz? Siz nima qildingiz? Bir guruh shaxs deyapsiz. Nimaga siz nimaga taslandingiz? Sheriklar qani? Sheriklar. Aslida xudoni qo'rsangiz, prezidentga sodiq bo'lsangiz, Nig'matli Yo'ldoshev zakaz bersa qabilasizmi? Nig'matli Yo'ldoshev Sveta Hech kim zakaz bermasa degan ochib ko'rmadingizmi? 10 yil berdingiz. Misol uchun ayting, vijdoningiz bo'lsa. To'xtab gaplashmaysizmi endi siz? Barmasa uyga ishlatadi buni bolalar 2 yildan beri o'g'irlashlar. Gapiring, oyisi keldi. Gapiring, vijdonim bo'lsa. Gapiring. Siz yo'q shikoyatsiz nima? Necha marta berishgan sizga? To'xtab gaplashing. Siz to'rab turing. Ish nimaga shu ishga nimaga girdinglar? Qonuniyatni buyruq berib turibdilar. Komandir. Siz qonunda javob berasiz. Demakchi, prezident dushmani bor ekan. Nahotdan birovga hukm chiqargan o'yin. Zair Kamolov degan. Xudodan topasadi. Mana tijlik mana shu o'g'ri sudya. Birovga nahotdan o'yin berdi. Mana ol. Qamal kelasan, sendan zo'rlar qamal ketgan, sen ham qamalasan. Xudoning oldida javob berasan, uyalinglar, uyatsizlar. Uyatsiz. Bola chaqangdan ko'rgaysan, Xudoyim. Bu mana aqlanlaringiz kirmayapti. Aqlanlaringiz kirmayapti. Hozir mana Zairov degan xuloslikdagi xodim
yoniga 80ga kirgan anaqa salom beryapti, salomga 50 kam olmayapti. Mana ko'rdingiz uni o'qimaganini. Yana bizni aytmoqchi bo'lgan gapimiz, hozir sizga aytaylik. Bir guruh shaxs deb ayblab qo'yibsiz mana. Bir guruh sherik deyapsiz ekanmi? Jinoyatchilik kimni aytaman? Sizni qo'l ostingizdagi xodimlarni aytaman. Yashnobod tergovchisi, Yashnobod sudi, shahardagi ikkita sudingiz mana bu 4 talasi til biriktirib, oldindan til biriktirgan. Eng birinchi Yashnobod tergovchisi o'sha diyalarni men chiqaraman, sizlar hammang ma'qulsan deb 4tasi jinoyatni sherik asosida qilgan mana. 4tasi ham bitta xulosa beryapti mana. Mana 165 ni. Mana o'zgartiradi. 165 deyapti. Mana sherikchilik asosida deyapti. Odamlar qani buni guruh, shaxslar qani? Qayerga ketdi? Mana butun O'zbekiston xalqi ko'rsin bu sudyalarni. Qochib ketyapti. O'zi jinoyatchida bilyapti jinoyat. Zoir Kamolov mana shahar sudida ko'rishib qoldik. Aybini bila turib qochib ketdi. Mana oliy sudda o'zi ko'rib chiqadi, o'zi baho beradi deb mana xuddi o'zi jinoyatchi. Baxtiyor Islomov bu qo'l ostingizda sudyalarga o'zingiz bir tekshirib, o'zingiz jurnalist blogerlarga ruxsat berishingizni so'rayman. Sizga murojaat qilib odam charchadi. Baxtiyor Islomov, barakat topkur, vizoningiz bo'lsa bizdan qabul qiling. Balam prezident, hurmatli prezident, balam sana iltimosim. Balam 2 yildan beri benim bolalarımdan, vaqtlarimdan, nevaralarimdan ne yiyip oturandan kim xabar aladi? Bunu bolaları bir gün barmayın kazın. Ben oraya çıktım, orada senin gibi mal kıyacak, karamazdan insanı gelip işini bekleyip gitti. Bunların özünüz bir kol altındaki adamlarla bir teşhir, bunu ta kürsüsüne tazalamasa kolanı harap etmekti bu halk. Kolanı harap etmekti. Hozir oliy sud oldida turibmiz. Bizga mana shahar sudini hozir kirdi, chaqirib bering desa, chaqirmayapti. Men jinoyatchi buncha yordamchisini chaqirib bering. Nimaga balki Bizni syomka qilmasin. syomka qilmaydi. Mana bu oliy sud binosini syomka qiladi. Sizni syomka qilmaydi. Siz bizga kerak emas. Jinoyat ishlari bo'yicha Bizga hozir kirgan Kamolov Zoirni chaqirdik, kirdi. Ha, shu yerdan kirdi. bu tushundim. Baxtiyor Islomovni jinoyat ishlari bo'yicha birinchi o'rinbosarini chaqirib bering. Bizga tushuntirsin bizga. Biz sizdan norozi emasmiz, sizni olmaymiz. Biz mana bu binoni olamiz. Buni butun O'zbekiston ko'radi buni. xalq qurgan buni. Senga kirgan anaqang mana bu o'tiribdi, salomlashmayapti bu. Sizdan iltimos. Bizga Zoir Kamolov chaqirib eshitib bo'lgani yo'q. Zoir Kamolov sudga kirib ketdi, jinoyatchi Zoir Kamolov degan. Bularga noto'g'ri hukm chiqargan. Ha, qo'rqmasdan keldi. Birinchi o'rinbosarni bizga chaqirib bering. Bizlar sudning qaroridan norozi bo'lib keldik. Mana 80 ga kirgan anaqam yerda hal qilamiz. Bizga tushuntirib bersin. Bizga to'g'ri qaror qabul qilganimizga. O'sha chaqirib bering bolangiz, ha? Bo'lsa shunaqa edi, aqlga kelardi, aqlni ko'tarib. Ha. Bu yerda mana qo'rqitgani kelgani yo'q. Sudyaga gaplashgani keldi. Video otdinglar, chiqadi sudya. Zoir Kamolov hozir bizdan ko'rib qochib ketdi. O'zi jinoyatchi uni. Bularga noto'g'ri video kameramiz ham bor. Bizda video kameramiz ham 80 ga kirgan anaqa salom beryapti unga. 80 ga. Ha, chaqiring, murojaat bo'lsa chiqish kerak. Prezident hal qilamiz. Ha, молодец, qo'l chaqiring, молодец. Butun O'zbekiston ko'rsa, kim haq, kim naqadligini. Zoir Kamolovga bunga bir chora ko'rar. Bu ham dalomat emas. Bu ham erta qamalib ketishi mumkin, naqad tuhmat qilib. Bunga emas, undan zo'rlar qamalgan, bu ham qamaladi xudo xolasa. Ketsam bo'ladimi? Ha, o'ting. Biz ham sudyalarni olyapmiz-da, o'tayga. Sudyalarga ishonch yo'q. Ha, kirib ketishimi? Yaxshi qo'ying, chiqsa, sizlar qochib ketasizlarmi? Mana O'zbekiston xalqi, mana Islomov Baxtiyor, mana oliy sud raisi sizga yana ko'rayotgan qo'lasini xodimlar men bu. 80 ga kirgan anaqamni qabul qilmayapti bular. 80 ga kirgan. Baxtiyor Islomov sizga murojaat qilgan charchadik biz. Nimaga qachyapti bular? Nimaga kameradan qo'rqyapti bular? Aybi bo'lsa chiqib aytsin, men shunday qilgan deb. Ha, o'zi bilyapti, 165 ni qo'ygan bo'lsa, bir to'da deyapti. 36 million aholi bor O'zbekistonda. Shunda bir to'dada 36 million aholi kiradi bunga. Qani bitta o'zini qamab qo'yibdi. Baxtiyor Islomov, Mana ko'rdingiz. Mana siz qanday guardiya qo'rqmasni chaqirdi bular. Biz guardiya qo'rqmas chaqirdi. Ha, ular bizga yordam berish kerak, bizga. ha biz sizlarga to'yga Ha, biz hozir ko'ryapmiz. Ha, Baxtiyor Islomov, barakat topkur. Mana hech kim chiqmayapti. Namuncha insofsizlar, sudyalar.
Hozir mana bu shahar sudi keldi Kamolov Zoir degan. Bu umuman gapirishmayapti. O'zi xalqning oyligini olib o'tiribdi u. Ha bizga kerak emas unaqa nima? Sudyalar kerak emas bizga bunlar.